Hop, ozishda uyquga ham e'tiborli bo'lish kerak. Agar siz sifatli, kerakli darajada uxlamasangiz, nima holat bo'ladi? Sizda tanangizda gormonlardan kortizol gormoni ko'tarilib ketadi. Bu kortizol baland bo'lganda sizda yog'lar erimaydi, testosteron tushib ketadi. Keyin grelin gormoni oshib ketadi. Bu ishtaha ochuvchi gormon. Bu ochlik hissini beradi. Odam kerakli darajada uxlamaganda ishtahasi ham ochilib ketib, nimadir yegisi kelib qoladi. Ana shu narsani hisobiga yana kereksiz kaloriyalar yeb qo'yadi odam. Shuning uchun agar sizda sifatli uyqu bo'lmasa, kun davomida tanangiz ishlagan, trenirovka qilgan bo'lsangiz yoki yurgan bo'lsangiz, harakatlangan bo'lsangiz, muskullar tiklanishi, yog'lar erishi, yetishmagan kaloriyani yog'lardan olib erish jarayoni ham asosan uyqu vaqtida bo'ladi. Shuning uchun sifatli uyqu bo'lishi kerak iloji boricha. Tiniqib, normal holatda uxlasangiz, shunda yaxshi natija bo'ladi. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Ovqatingiz, uyqungiz, harakatingiz hammasi joy-joyida bo'lsa, shunda natija tez, yaxshi o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz. Tanangiz ham o'zini yana ham tiklab, gormonlaringiz joyiga kelib, o'zingizni yaxshi his qilishni boshlaysiz.